Juftlikda ishlash. Mana. Juftlikda pedagogik yo'naltiruvchi, fasilitator sifatidagi roli haqida o'ylang, muhokama qiling va pedagogning fasilitator sifatidagi xususiyatlari haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Fasilitator haqida. Demak, tushunarli bo'lgan yo'naltiruvchi, sifatida roli haqida o'ylang, muhokama qiling va pedagogning fasilitator sifatidagi xususiyatlari haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Fikringizni aytishingiz mumkin. Hech bo'lmasa bir o'rtadan gapirib o'tinglarchi. Shu mavzular bo'yicha. Ma'lumot fasilitator. Fasilitator pedagogning asosiy xususiyatlaridan bittasi rivojlantiruvchi muhitni yaratish bo'lar ekan. Ta'lim-tarbiya jarayonida qulay shart-sharoit yaratish. Tushunarli bo'ldimi qizlarjon? Esingizga tushdi? Xo'p, pedagogning bolalar bilan muloqot qilish xususiyatlari. Ko'plab pedagoglar uchun bu yangi rollar va funksiyalar bo'lib, ular haqida bilish va amaliyotda qo'llash zarur. Ushbu rollar pedagog zimmasiga har bir bolani individual shaxs sifatida inobatga olgan holda qarorlar qabul qilish mas'uliyatini yuklaydi. Pedagoglarning verbal muloqotdan foydalanish uslubi ushbu rollarning samarali amalga oshirishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglar rag'batlantiruvchi, ifodali va mazmunli nutqdan foydalanishlari, o'rganishlari, faollashtiruvchi savollar berishlari lozim. Shuningdek, ular o'z faoliyatini tahlil qilib, bolalarga qanday savollar berayotganliklari va ular bilan muloqotni qanday olib borayotganliklari haqida muntazam o'z faoliyatini tahlil qilishlari zarur. Demak, bolajonlarimiz o'zlarining qilgan ishlarini tahlil qila oladilar. Ammo faoliyatlar davomida o'zingiz ko'rgansiz, bir-birini ishini tahlil qiladi. Siz bolalarning ishini tahlil qilishga bolalarga yo'naltirib qo'ysangiz, bir-birini demak ishini tahlil qila oladi har jihatdan. O'sha fasillar masalan bola pedagog bolalarga mashg'ulotni berib qo'yib, uni bir chekkada kuzatib turish, ular o'sha bajarganini bir-biri bilan solishtirish. O'sha nimani fasilitator. Rahmat. Pedagoglar rag'batlantiruvchi, ifodali va mazmunli nutqdan foydalanishlari, o'rganishlari, faollashtiruvchi savollar berishlari lozim. Shuningdek, ular o'z faoliyatini tahlil qilib, bolalarga qanday savollar berayotganliklari va ular bilan muloqotni qanday olib borayotganliklari haqida muntazam o'z faoliyatini tahlil qilishlari zarur ekan. Agar pedagoglar tomonidan qo'llanilayotgan til noaniq, tushunarsiz yoki yetarlicha ravshan bo'lmasa, bolalar o'z salohiyatlarini to'liq namoyon eta olmaydi. Shu sababli pedagoglarni bolalar bilan muloqot uslubiga alohida e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Tushunarli? Hurmatli tarbiyachilar, pedagoglar, shuni yodda tutishimiz kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlash, bu tanqid qilish yoki bahslashuv qobiliyati emas. Bu yoshda u nega va qanday savollarni bera olish qobiliyati, shuningdek o'yin va muloqot jarayonida hamma narsani darhol ishonib qabul qilmaslikdir demak. Tanqidiy fikrlash maktabgacha yoshdagi bolalarda bu nimani anglatadi? Kuzatuvchanlik birinchi, mana hozir tarbiyachimiz aytib o'tdilar. Savol berish qobiliyati, solishtirish va guruhlash, tahlil qilish va oddiy xulosalar chiqarish, o'z fikrini bildirish, kreativ yondashish, axborotni tekshirish, tasavvur va taxmin qilish, reaksiya qilish, nima yaxshi chiqdi, nima qiyin bo'ldi, nimani yaxshiroq qilish mumkin. Tanqidiy fikrlash bolalarni mustaqil, o'ziga ishongan va hayotga tayyor qilar ekan. Katta guruhda ishlash, savollar berishni mashq qilish. Birinchi topshiriq sizlarga.
Ushbu hozir bu yerda qutichamiz bormi? Hammamiz oldimizda quticha topiladimi? Men buni sizlarga eslatib qo'ymoqman. Buni keyin qilamiz. Nima xonangizga borgandan keyin bir o'zingiz bajarib ko'rasiz. Birinchi topshiriq. Ushbu qutichaga qarang. Bitta qutichani tasavvur qiling, ha? Ichida nima borligini taxmin qilishga harakat qiling. Savol. Biz bu predmetdan turli qanday usullarda foydalanishimiz mumkin? Demak, hali qutichani ichida qaysidir predmet chiqqandan keyin o'sha predmetdan biz qanday usullarda foydalanamiz deb bolalarga savol berasiz. Bolalar hali qutichadan topib olgan predmetini sizga ta'riflab aytib bera oladi. To'g'rimi? Xo'p, pedagogning savollari ta'lim-tarbiya jarayonining muhit tarkibiy qismi hisoblanadi. Pedagoglar savollarni ularni berilish maqsadiga qarab turlicha qo'yadilar. Ba'zi savollar yopiq, boshqalari esa ochiq turda bo'ladi. Qutichada masalan sandiqcha bo'lishi mumkin. O'sha sandiqchani olib, bolalar unda shakllarni, uychalarni yasashi mumkin yoki sandiq sifatida foydalanish mumkin, ranglardan foydalanish mumkin. Endi bironta qutichani yasab, unga sandiqcha buni tarbiyachi solib qo'yadi-yu, bolaga ko'rsatmaydi. U uni olib, keyin undan bironta shakl chiqarib berishi mumkin. Markazlarda keyin qurish, yasashlarda foydalanishimiz mumkin. Endi uni xavfsizligini tarbiyachi kuzatib turishi kerak. Albatta. Bu cho'pchagidan ham foydalanishi mumkin-ku bola. Mayda motorikasi rivojlanadi, xotirasi rivojlanadi, diqqati oshadi. Har tomonlama demak bolamiz rivojlanib boradi. Rahmat. Savollar tipologiyasi yopiq va ochiq savollar. Xo'p, ochiq savollar umumiy xarakterga ega bo'lib, javoblarni shakl va mazmun jihatidan cheklanmaydi. Aytish mumkinki, ochiq savollar ko'proq demokratik xarakterga ega. Bunday savolga misol sifatida suhbatdoshini dialogga chorlovchi ibora keltirish mumkin. O'zingiz haqingizda biror narsa aytib bering. Demak, bolalarga shunaqa savol beramiz, sizlarga ham xuddi shunaqa savol beramiz. Xo'p, bu savolni aniqroq qilib, iltimos, men sizga tushuncha berib ketyapman, esingizga tushiryapman. Iltimos, rasm chizishga bo'lgan qiziqishingiz haqida gapirib bering. Yana tarzida ham ifodalash mumkin, biroq bu holda ham savol ochiq bo'lib qoladi, chunki bu suhbatdoshga nimaga urg'u berish va qanday tafsilotlarni qo'shishni o'zi tanlash imkonini berar ekan. Xo'p, ochiq savollarning ayrim afzalliklari suhbatdoshni erkin javob berishga undaydi, uni hech narsa bilan cheklanmaydi, suhbatdoshga ma'lumotni ixtiyoriy tarzda yetkazish, o'z tuyg'ulari haqida erkin gapirish va voqealarni sharhlash imkonini beradi. Demak, biz bolajonlarga xuddi shunday savol bersak, bolajonlar o'zi haqida, oilasi haqida yoki yaxshi ko'rgan qo'rchog'i yoki ta'lim faoliyati, tarbiyachi opasi, xullas shunday misollarni sizga keltirib aytib bera oladilar. Xo'p, savollar. Savollar tipologiyasi yopiq va ochiq savollar insonni fikrlashiga, o'z harakatlarini tashkil qilishga yo'naltiradi, ilgari xayoliga kelmagan yangi fikrlarning paydo bo'lishini rag'batlantiradi, suhbatdoshni diqqat bilan tinglash va kuzatishga undaydi. Ochiq savollar erkin, yorqin va hech narsa bilan cheklanmaydigan javoblarni olish uchun eng samarali vosita bo'lib, ular ham bolani ham pedagogni fikrlashga undaydi. Yopiq savollar esa ha yoki yo'q kabi tasdiqlovchi yoki inkor javobini talab qiladi. Yopiq savollarning afzalligi shundaki, ularni berish oson va ularga javob berish ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuningdek, yopiq savollarning ayrim ustunliklari mavjud. Pedagogga bolaning chuqur o'ylashini kutmasdan aniq ma'lumot olish imkonini beradi.